biznesni ishlash prinsipi qanday bo'ladi? Dunyoda juda ko'p odamlar bor va odamlarda muammolar bor. Har xil muammolar bo'lishi mumkin. Bu pul topish bilan bog'liq muammosi, sog'lig'i bilan bog'liq muammosi, ta'lim olishi bilan muammosi, shaxs sifatida rivojlanishi bilan muammosi bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. Va bu muammolarni inson yechmoqchi bo'ladi. Misol deylik, tishi og'risa, uni tishini og'rig'ini qoldirgisi keladi. Bilim yetmasa yoki masalan qaysidir joyda bir kasb hunar unga kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysidir joyga o'qishga kirish kerak bo'ladi o'sha bilim, kasb hunarni egallash uchun. Yoki masalan mashina haydashni o'rganmoqchi bo'lsa, unda demak qandaydir bir instruktorga borib mashina haydashni o'rganish kerak bo'ladi. Yoki masalan jismoniy bir mashq bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, bir sport zalga borib turib, trenerni olib yoki sport zalga to'lov qilib o'zini sog'lig'i bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Ya'ni insonda ma'lum bir muammolar yuzaga keladi va bu muammolarini yechish uchun pul to'lashga tayyor bo'ladi. Va mana shu jarayonda endi biznes qanaqa ishlaydi desa agar, biznes odamlarni muammolarini aniqlaydida, qanday muammolari bor, bir yo'nalishdagi muammolarni o'zi uchun belgilab oladida, aytadiki, men deydi, mana shu muammolarga yechim beraman deydi. Va yechimni shunday beramanki, xuddi menga o'xshagan soha egalaridan ko'ra yaxshiroq taklif beraman. Shuni evaziga mijozlardagi shu muammolarni yechishni va'dasini beraman va o'shani chiroyli holatda yechaman. Va shuni asnosida pul topaman deydi. Biznesni ishlash tartibi shunday boshlanadi. Va ko'rishimiz mumkinki, masalan, oziq-ovqat do'koni qanday muammolarga yechim beradi degan savol paydo bo'ladi. Fikrlarni, izohlarni qoldiramiz. Oziq-ovqat do'koni qanday muammolarga yechim beradi? Bilish kerak. Oziq-ovqat do'koni insonlarning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Misol deylik, uzoq joylardan oziq-ovqat mahsulotlarini olib kelish emas, uyingizni yaqin bir joyda bir do'kon sizni uzog'ingizni yaqin qilib, vaqtingizni tejab, sizga o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini sizga qulay bo'lgan tarzda yetkazib berish imkoni beradi. Shuni asnosida siz juda ham ko'p vaqtingizni tejaysiz. Masalan, bodring, pomidor, yana shunga o'xshagan narsalarni yetishtirishingiz mumkin o'zingiz. Lekin do'kondan borib turib, tayyorgina ma'lum bir pul evaziga ularni xarid qilishingiz mumkin. Uni yetishtirishga vaqtingizni sarflamaysiz. Shuni asnosida bu sizni vaqtingizni ekonom qiladi. Oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojingizni qondiradi. Endi misol deylik, stomatologiyani agar oladigan bo'lsak, bu qanday muammoga yechim beradi desak, tish bilan bog'liq bo'lgan og'riqlar, muammolar, karies, turli xil kasalliklarni oldini olish bilan muammongizga yechim beradi. Yoki oldini oladi, yoki kasallangan bo'lsa, uni davolash bilan bu muammongizga yechim beradi. Demak, odamda ma'lum bir muammo bor, biznesda esa shu muammoni yechimi bor. Bu yechimni berish evaziga mijozdan ma'lum bir to'lovni evaziga muammoni yechib beradi. Shunda ikkala tomon ham yutuqda bo'ladi. Ya'ni biznes muammoni yechimga aylantiradi, ya'ni muammosini yechadi. Biznes buni natijasida daromad topadi, mijoz esa o'zini natijasini oladi. Misol deylik, agar kasal bo'ladigan bo'lsa davolanadi, agar uy kerak bo'lsa, demak uy oladi, novostroyka bo'ladigan bo'lsa, agar oziq-ovqat bo'ladigan bo'lsa, demak oziq-ovqatni qo'lga kiritadi. Shuni asnosida u qandaydir natija qo'lga kiritadi, muammosiga yechim topadi. Biznes esa pul topadi. Endi biznes bu pulni topish uchun esa albatta bu biznes bitta o'zi bu ishni qila olmaydi. Katta ishni amalga oshirish uchun albatta biznesda jamoa kerak bo'ladi. Ya'ni ishchilar kerak bo'ladi. Qanday biznes bo'lishidan qat'iy nazar, kattalashishni boshladimi, katta hajmda ish qilishni boshladimi, albatta ishchilar kerak bo'ladi. Shuni asnosida biznes topgan pulini, avvalambor o'sha natijasini, mijozni qondirish uchun natijani ishchilar yordamida amalga oshiradi. Ishchilar o'sha ishni bajaradi va bajarilgan ishni mijozga taqdim qiladi. Mijoz undan rozi bo'lib pulni to'laydi. Pulni olib turib, misol deylik, biznes pulni olgandan keyin ishchilar o'rtasida bu pulni taqsimlaydi. Soliqni to'laydi, arendani to'laydi, ishchilarning haqqini to'laydi va biznes egasi ham o'zini haqqini oladi. Odatda kim biznes qurar ekan, kim katta mas'uliyatni bo'yniga olar ekan, albatta u katta daromad topishga haqli bo'ladi.